Ustaslar, sümlük, kürmenler. Hemmenlarning muşu vakti hayırlik bolsun. Qashqardan kelgan azhar billa aqidada. Hemmenlarni o'qdi salam. Ali ikram. Voy rahmat. Mübarek bo'lsin. To'lim chiroyli usul ikkapsizlar bolalarimi. Bu o'g'ilga qilsa qiz og'iz shakli o'xshash chiqyapti-da. Tang mashq qilibdi bu gapni. Tishing qilyapti aningga, tishing. Bek rahmat. Usul ishlagan mualliminglar ko'p rahmatchimi? Bek chiroyli ishlab beribdi usulni. Balam ikkinglar akukuma? Qaysinglar cho'ng? Men cho'ng. İsmingiz nima balam? Azar. Singlingizningchi? Aqida. Aqida. Ikkinglarga usulni kim ishlab berdi balam? Aqtulun ma'lim. Kim o? Abduqayimjon ishlabdi. Abduqayimjon. Yangi shahar oilasi. Qashqarning usulini chimbo qilib oldingmi? Yaxshi. Ma seni qo'rqdinglarmi, qo'rqmadinglar? Yo'q. Qattiq qo'rqmadinglar, ha? Abay sening eng o'ttirini topolmay qoldingiz balam, ha? Keyin aran topdingiz, ha? Sizlarga mukofot beraylikmi, bermaylimi? Bering. Nechini? Bijini aran. Singlingizni bermamdiq? Bering. Unda 2 olmamdi balam. Nechini birimiz? Ikkini. Ikkini bersak, ma bizning ba 2 sandiqqa kirolmaysizlar. Nechini bersak bo'ldi-ku? Shuni edimi? Shuni. Shuni, xo'p. Ustoz 3ni bersin deydi. Mushlarniki mushuncha kichik turib, mush sanni qo'rqmay, bizga mushunchalik o'zining talantini namoyon qilganligi uchun men bir bilet. Mübarek bo'lsin. Azhar balam, aqida balam mübarek bo'lsin. Telman Qodir ustoz sizlarni guruhga taklif qildi. Ishqinglar qo'sh kezakmi yo? Unda qilmasmi? Qo'sh kezakini. Qo'sh kezak. Bumus yosh farqi yo'q qancha? Qo'sh kezakka shu. Rayhon Abdiz ustoz Chin Nuri guruhi. Hamma narsaning kichigi yaxshi deb. Bak omoqqa bular. Shunchalik omoq bular. Shularning mushikisining omoq o'ynagani uchun men bir bilet berma. Mübarek bo'lsin bolalarım. Rayhon Abdiz ustoz Chin Nuri guruhiga taklif qildi. Mübarek bo'lsin. Jasur Tursun ustoz Mizan guruhi. Endi sizlarning ilqi udar. Bütün usulning shakli shunda pokiz. Kiyimlaringlar. Mesela arkadaki turuş mu? Dang qilib birdan turib, ma'lum to'xtanglar degan chaqda turdi, bek to'g'ri. Men sizlarga bir bilet. Mübarek bo'lsin bolalarım. O'tdinglar mana, endi ustoz tanlanglar. Jasur ustoz hozir udar. Müzik sizim deganda bu bolalar hech nima tushunmaydi. Nima deyilgandi bu odam deb qachon. Tushunmadi, biroq ashuni qildi bular. To'g'ri. Rasmiy qildi. Ya o'rgatish deyish mumkin. Tushya deb, udarga tushya, tepa putung deb o'rgatgan bo'lish mumkin. Ashta deb o'rgatdim balam ustozinglar. O'zi o'ynab o'rgatib berdimi yo qanday qildi sizlarga? Ustoz sizlarga usulni o'rgatganda o'zi o'ynab berdimi yo o'zinglar o'ynab o'rgandinglarmi? Ya bular o'ylashyapti, qaysi ustozni tanlasak bo'ladi deb. Bilmaydigan gapga javob bermanglar deb o'tib qo'yibdi. To'g'ri ma'lum. Hozir o'ylashyapti, qaysi ustozni tanlasak bo'ladi deb. Kimni tanlag'ili keldinglar bu yerga? Kesulni. Jasur ustoz dedi.